O'zbek shou-biznes olamidan yana bir xabar. Taniqli xonanda Sevinch Mo'minova haqida bugun tongda shov-shuvli xabarlar tarqaldi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. O'zbekistonda hamda jahonda sodir bo'layotgan eng tezkor va dolzarb mavzularni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib, videoroliklarimiz davomida bor yo'g'i bir donadan like hamda podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldirishni unutmang. Sevinch Mo'minovaning qo'riqchilar bilan kirgani ijtimoiy tarmoqlarda muhokama bo'ldi. Xonanda Sevinch Mo'minova ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan yangi video orqali yana e'tibor markaziga tushdi. Unda san'atkor qandaydir tadbir yoki to'y marosimiga kirib kelayotgani, yonida esa 4-5 nafar qo'riqchi hamrohlik qilayotgani aks etgan. Shou-biznesda san'atkorlarning sahna ortida qo'riqchi yollashi odatiy hol bo'lsa-da, bunchalik ko'p kuzatuvchi bilan tadbirga kirish o'zbek estradasida deyarli uchramaydi. Shu bois video qisqa fursatda trendga chiqib, muxlislar o'rtasida turli fikr-mulohazalarga sabab bo'ldi deyiladi xabarda. O'zbek hamda jahon shou-biznes olamidagi eng tezkor va qaynoq yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib, videoroliklarimiz davomida bor yo'g'i bir donadan like hamda podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldirishni unutmang.